Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan ilm olish sirlari yoki muvaffaqiyat kaliti kitobidagi 9 ta eng asosiy qoidasi haqida gaplashamiz. Qani boshladik unda. Ilm olish sirlari, muvaffaqiyat kaliti. Birinchisi, har doim inson qachonki o'qishni boshlayotgan vaqtida o'ziga o'zi aytilishi lozim bo'lgan so'z. Bu albatta muvaffaqiyat qozonaman degan so'z. Ikkinchi qoida, sabr qilgan o'quvchi albatta yutuqqa erishadi. Uchinchisi, iroda bilan va rohatlanib o'qish. To'rtinchisi, mashhur Gyotening eng ajoyib so'zlaridan biridir. Ishongan narsasiga intilgan insonning energiyasi aslo tugamaydi. Hozirgi kundagi aktual muammolardan bittasida xuddi shudir. Men motivatsiyam tushib ketdi, boshqa bo'lib qoldi. O'zi motivatsiyaga hech qachon ishonish kerak emas, bilmadim yana. To'g'rida, dars qilmaslikni yoki boshqa narsani shunday bahona qilib qo'yish zo'r va motivatsiyam yo'q. 5-chi qoida. Maqsadli va sabrli o'quvchida o'qish ishtiyoqi faqat o'zidan kelib chiqadi. Demak, IELTSdan 8,5-8 olgan bolalar ham maqsadli insonlar bo'lib hisoblanar ekan. Bu meni fikrim. Mana. 7-chi qoida. O'qiyotganda o'qishdan zavqlanish muvaffaqiyat keltiradi. 8-chi qoida. Har safar yangi narsani qo'lingizga olib, buni o'rganayotgan vaqtingizda, voy, bu yangi ma'lumotga o'xshaydi. Bu qiziq-ku, bu ma'lumotga albatta menga kerak bo'lib qoladi deb o'rganish lozim. 9-chi qoida va oxirgisi. Qani endi bir g'ayratim kelsa-yu boshlasam emas. Ko'pchilik hozir shunaqa, bir g'ayratim kelsa, bir motivatsiyam kelsa-da meni hech kim to'xtata olmaydi. Men shunaqa tez o'qib ketaman. Boshqa uzr. 9-chi. Qani endi bir g'ayratim kelsa-yu boshlasam emas, boshlash bitirishning yarmidir. Lekin esingizdan chiqarmang, bitirmaslik boshlamaslikdir. E'tiborlar uchun rahmat. Bu video maxsus taraqqiyot education uchun va mana shunday o'qishga bo'lgan ishtiyoqlari tushib ketayotgan bolalar uchun bag'ishlanadi. Najot ilmida taraqqiyot education hamda taraqqiyot tim bilan har doim biz bilan bo'ling. Ko'rishgandan ko'rishguncha gaplashamiz.